$30,000 dan ortiq xarajat qilingan Domna Kolesov, ya'ni g'ildirakli uy Temur aka tomonidan yasalgan. O'zi shunaqa narsalar bilan yasash bilan shug'ullanasiz. Buni o'zi uchun yasagan va eslatib o'tamiz, sotuvga qo'yilgan kim birinchi mashina ham emas. Ha, birinchisi ham emas. Ha, bu 6-simi, 7-si. Tushunarli. Ford nechinchi yil? 2011. 2011 rangini o'zgartirib o'zi uchun sepgan ekan. Raptor. Va salonga kiramiz. Bu yerda bir xonali kvartira desa bo'ladi. Bu yerda muzlatgich, gaz plita va bu tomonda mikrovolnovka bor va buning ichida polni 220 bor. 220 hamma joyida bor. Bu yerda Captiva'ning sideniyalari, bu tomonda televizor va gaz datchiklari, sveta muzikalar, yana nima bor? Wi-Fi bor, bu tomonda konditsioner bor. Xullas full. Endi Temur aka bitta spannerlarni ko'rsatib beramiz. Bu yerda markiza ham bor. Markiza, ha. Nechiga nechi? 3x3. Ya'ni bu yer soyabon bor, chiqarib stollarni qo'yib olsangiz bo'ladi. Hamma joy atrofi ham yopiladi. Atrofi ham yopiladi. Ha, uning hamma narsasi bor. Любой joydan qishda ham ichida normalniy o'tirsa bo'ladi. Tepada quyosh paneli ham bor. Ha, kalovat tushirish uchun tepa ham tushadi, pastga yotsa bo'ladi. Mana yotqish kerak, bu уже stupenka bo'ladi. Tepaga nima qilishga. Mana bunday qilsa mana tushadi. Bu tushdi. Tepada 3 kishi ham olsa bo'ladi, hozir pastda 3 kishi, 5-6 kishilik kvartira bo'lib qolar ekan. Va bular bemalol o'tirsa bo'ladigan qilib bu tomonga suriladi. Bu yerlarda mana yopiladi, konditsionerda tashqi tomonda agregati va botib qolsa chiqaradigan o'zini damkaratlari bor. Bu dush qilsangiz bo'ladi, atrofi shuni o'raladi, tepadan suv tushadi, yana qaytarib solib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas hozir ochib qo'ydik, bu yopiladi. Baliq oviga qiziqarkan ekan. Tamam. Tek quyosh panel bor. Bu yerda krani bor, ya'ni bu narsalar tepaga olib chiqish uchun, baland bo'lgani uchun 900 kg ko'tariladigan kran ham qo'yib qo'yilgan. Xullas azizlar, full variantda sotuvga qo'yilgan.